Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlovchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduvali Sayid, korrektor Abduvali Sayid, bat va muqovil loyihaliguvchi A. Aqxon. 1-bab. Allah haqida. Mavjudlik olamida kengri ketgan koinot sanab tugatgusiz mavjudotlar ara o'zining buyuklik va ulug'liq maqomini jalolatib, kuch-qudrat va marhamat simolarini chaqnatib turayotgan bir yagona mavjudiyat bor. U har daqiqada, har bir harakat va har bir nafas egisi uchun o'zini oshkora va yoshirin tusda namoyon qilib turadi. Darhaqiqat u oshkoridir. Uning oshkorligi shuningdek, koinotdagi har bir jonliq va jonsiz shay'ida uning mavjudligining alomatlarini topqili bo'ladi. Uning tasavvur yoki xiyoliy narsa bo'lmasdan nomi bo'lgani kabi zoti ham bor, sha'ni shavkat egisi ekanligini aql bilan idrok qilg'ili, qalb bilan his qilg'ili va chin dildan tasdiqlag'ili bo'ladi. U yoshirindir. Uning yoshirinligi o'z mavjudiyatidami, zot va sifatidami xuddi koinot va uningdagi ko'zga ko'rinadigan shay'lar kabi modda va uningdan boshqa yaratilmish barcha mavjudotlardan tubdan farqli bo'lganligida o'z ifodasini topgan. Uning yoshirinligi yana inson uning zotini, mohiyati va haqiqatini navbatdagi cheklik aqli bilan idrok qilolmaydigan darajada buyuk bo'lganligida, tasavvur yetkisiz darajada ulug', tangdoshsiz va qudratli bo'lganligida ifodalangandir. Shunga uni faqat o'zila eng to'g'ri tariflay oladi. Uning haqida faqat uning o'zi orqali eng to'g'ri bilimga, eng to'g'ri tarifga, eng to'g'ri ma'lumot va eng to'g'ri uchurga erishish mumkin. U ana shunday katta va qudratli bo'lg'achqa hech nima uning irodasi va bilishidan chetda qolgan emas. U hammani bilib turadi. Hammani birli vaqtda idora qilaveradi. Birli vaqtda hammaga yetishadi. Hammani o'z adolati, rahmati va hikmati bilan bekitadi. Qudrati bilan ko'zitib turadi. U barliq tugunlarning yeshimi, barliq haqiqatlarning haqiqati, barliq mavjudotning kelish manbasidir. Shu sabab barliq mavjudotning mavjud bo'lishi oldi bilan uning mavjud bo'lishiga qarashliq bo'lgandir. Uning mavjudligi hammadan ilgari va azaliy bo'lganidek abadiy va baqidir. U qachon, qandoq va qayerda deyishlardan mustasno. Navoda uning mavjudligiga qachon degan savol tashlansa, beriladigan javob uning mavjudligi vaqtdan ilgari edi deyish bilan tamomlanadi. Navoda uning mavjudligiga qandoq degan savol qo'yilsa, beriladigan javob o'xshashi bo'lish va tasvirlanish qatorliqlarning hammasi uning yaratishidir deyish bilan yakunlanadi. Navoda uning mavjudligiga qayerda degan savol tashlansa, savolning javobi uning mavjudligi makondan ilgari edi, zamon va makon har ikkisi uning maxluqi edi deyish bilan tugallanadi. Uningga ilgari burun hukmlari ishlatilmaydi. Chunki burun yoki ilgari degandek hukmlar uning mavjudligi oldida keyindir. Uning azaliyligi oldida bu hukmlar hadisdir. U shunchalik tangdoshsizki, faqat uningga zid sifatlarni qo'llanish mumkin. Uningdan o'zga hech nima ikki zid sifat orasini jamlagan emas va jamlay olmaydi. Ana shu nuqtadan u oshkorlikda zohir, maxfiylikda botindir. Ya'ni u ham oshkora ham yoshirindir. U jismoniy ko'z bilan ko'rish mumkin bo'lmaydiganligi, buyukligi va nurining ziyoda ro'shanligi sababli moddiy ko'zlarning uni ko'rishdan ojiz keldiganligi hamda sezgu a'zolarning uni sezishdan ojiz qoldiganligi nuqtasidan yoshirindir. Shuning bilan bir vaqtda u o'z mavjudligining iznolari va alomatlarining shay'larda jalolanib turganligi nuqtasidan oshkoridir. Uning moddiy olam qonuniyatlariga bo'ysunmaydiganligi, musofa, oraliq, zaman, makon deganlarning uning oldida yaralmish maxluq ekanligi hamda bu shay'larning uning ishlamaydiganligi jihatdan insonga go'yo u o'zi haqidagi bayonidek tandagi qizil qon tomiridan o'ta yaqindir. Shuning bilan birga hech kim va hech bir shay'i uning zotiga, mohiyatiga yetolmaydiganlik nuqtasidan yiroqdir. Demakki, u ham yaqin ham yiroqdir. U ana shunday birli vaqtda ikki zid sifatga tang sahib qudrat egisidir. Undaqda bir jihatdan ana shunday sirliq, ammo yana bir jihatdan go'yo quyosh nuridan o'ta oshkora va ro'shan mavjudiyat zoti kim? U barliq shay'larning yaratquchisi, butun boshlanishlarni boshlatgan, oxirlashishni o'z ixtiyoricha o'rinlashtirgan, azaliylik va abadiylik sohibi bo'lgan yagona zot Alloh taolodir. Mavjudlik aqidasi. Allohning mavjudligiga e'tiqod qilish islom aqidasidagi asosiy rukunlardan biri. Islom aqidasidagi barliq asoslar, nizam, qimmat qarash, axloq va boshqa yakka yoki ijtimoiy qurilmalarning hammasi o'sha bu aqidani manba qilgan. Jumladan, islom aqidasidagi barliq aqida masalalarining yadrosi, o'li va asosi mazkur ana aqidani markaz qilgandir. Shundaqla
aql va ilm asosida aqida qilish tashabbus qilingan, faktlar asosida haqiqatligiga shaksiz ishonish talab qilingan barliq aqida masalalari ana shu ana aqidadan shoxlanib chiqqandir. Bu go'yo koinotdagi barliq haqiqatlar Allohning mavjudligidan iborat buyuk haqiqatdan sirg'ib chiqqani kabi bo'lib, islom aqidasidagi barcha aqidalarmi Allohning mavjudligining haqiqatligidan iborat bu ul aqidadan sirg'ib chiqqandir. Darvaqa ul haqiqatlarni shundaqla barliq tarmoq haqiqatlarning asli manbasi va ulini bilmay turib, ul haqiqatlarning tajallisi, iznasi va belgisi bo'lmish shaxsiy haqiqatlarni bilib yetish mumkin emas. Chunki har shayni bilishning yo'li avval uning aslini bilishdan boshlanadi. Islom aqidasida Allohning mavjudligidan iborat bu ul qurilmay va yiltiz tortmay turib, munosabatli boshqa aqidalardan, haqiqatlardan so'z echish ahamiyatsiz va o'rinsizdir. İslamda bir kishining musulmon yoki musulmon emasligini belgilashdagi asosiy o'lchamlarning birining oldi bilan shaxsning mazkur haqiqatni aqida qiladigan yoki qilmaydiganligini jazmlashtirish bo'lishi mushu nuqtadandir. Shundoq ekan, biz kitobimizning bu qismida bu ana haqiqatning ilmiy asos va dalil isbotlari haqida to'xtalish orqali islom aqidasining yer yuziga jakarlagan umum xitobnomasining negizi va asosiy javhari shuari bo'lgan La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, Allah'tan özge hiçbir ilah yok. Muhammed aleyhisselam Allah'ın elçisidir degan iki shahodat kalimasining tunji bölüki bo'lgan Allah'tan özge hiçbir ilah yok degan shu arda ifodalangan keskin hukm va shaksiz aqidaning haqiqati bilan tanishib chiqamiz. Ma'lumki, Allah'tan özge hiçbir ilah yok degandan iborat bu aqidada bir nuqtadan Allah'ning shaksiz mavjudligi muayyanlashtirilsa, yana bir nuqtadan Allah'ning yagona iborat tavhid aqidasi muayyanlashtirilgan. Bu nuqtada bizning oldi bilan Allohdan iborat bu buyuk mavjudiyatning faqatla o'ngimizdagi yoki xiyoliy dunyomimizdagi tasavvuri bo'lmasdan, balki uning zoti bor, haqiqiy mavjudlik ekanligini oydinlashtirishimizga to'g'ri keladi. Mayli real dunyoga nazar ag'dirayli yoki tasavvur olamiga boqayli, bu yerda har bir inson inkor qila olmaydigan, aksicha dalillashga yoki fakt turg'izishga hech qanday hojat yo'q bir qator haqiqatlar mavjud. Ana shu haqiqatlardan biri shay'iylar haqiqatining o'zgarmas ekanligi, mavjudlikdan iborat bu barliqning xiyol yoki tasavvurlar turidan bo'lmasdan real va obyektiv ekanligidir. Ya'ni insonning real haqiqatda mavjud ekanligi, uningda aqlning o'tkirlik yoki ojizlik jihatda farqlarga ega bo'lgan asosda mavjud ekanligi, inson vujudida o'ngishsizlik tufayli qayg'uga patadigan, xushallik va saodat sababli shodlik cho'madigan qalbdan iborat bir narsaning mavjud ekanligi, o'zi yashayotgan zamonning haqiqatan mavjudligi, ko'z bilan ko'rib turayotgan quyoshning mavjudligi, oyning mavjudligi qatorliqlar hech bir insonning aqli inkor qilmaydigan va qilolmaydigan, aksicha inkorga yo'l berish yoki shundoq bir ehtimollikqa yo'l qo'yish normal insoniy aql o'lchamiga muxolif keladigan xarakterga ega, munozir talab qilmaydigan o'zgarmas haqiqatlardir. Mazkur haqiqatlarga avommi, olammi birdek shaksiz ishonadi va taslim bo'ladi. Shay'iylarning mavjudligining haqiqat ekanligini diqqatga olish, tabiiyla mavjudotlar faoliyatidagi sabab-natija munosabatlari, qonuniyat va prinsiplarning aynan haqiqat ekanligidan bishoratdir. Biz bir jihatdan koinotning mavjudligiga, shundaqla inson va uning atrofini o'rab turgan moddiy va g'ayri-moddiy shay'iylarning hamda ulardagi qonuniyatlarning real mavjudligiga jazm qilib turib, yana bir jihatdan shay'iylarning yo'qlikdan borliqqa, hech nimalikdan mavjudlikqa chiqib qolishida biror sababning ta'siri bo'lmay, sababchisi, omili va harakatga keltiruvchisi bo'lmayla o'zidan vujudga chiqib qolishining mumkinligini aqlimizga sig'dirganimizda, aniqki bu o'z aqlimizga qilingan bir turlik masxardan boshqa narsa bo'lmaydi. Shunga diqqat qilmoq kerakki, ilm fanning vositasi va yordamida koinot va uningdagi shay'iylarning kelib chiqishiga doir ma'lum ta'birlarga, ilmiy uchurlarga, shundaqla koinot qonuniyatlarining fizikalik izohlariga, jonliqlarning biologiyalik qurilmasining ma'lum izohatlariga erishishimiz muqarrar. Biroq bu bizni olamning mohiyatlik barliqqa keltiruvchisini bilishga, uningdagi qonuniyatlarni o'rnatquchini tunishga hojat qolmaganligidek shaytoniy tushaklarga tushib qo'ymasligi, yaralg'uvchilardagi sirlarga voqif bo'lish bizni yaratquchi bilan tunishishdan bexud qilib qo'ymasligi lozim. Ko'z oldimizdagi shay'iylar mavjudiyatining xiyoliy narsalar va yoki zehnimizdagi tasavvurlar bo'lmasdan, aksicha chin va real ekanligi tartishishga o'rin yo'q masala bo'lganiga ko'ra, bu yerda mazkur mavjudliklarning barliqqa kelishini ixtiyor qilgan bir omilning, bir sababning, to'g'risi bir qudratli kuchning mavjud ekanligiga chin putishimizning aqalli holda sog'lom aqlga zid kelmaydiganligini, balki buning aqlning taqozosi ekanligini bilishimiz zarurdir.
Yana buningga yandash holda mavjudligimizning shundaqla koinotdan iborat bu buyuk asarning tangdoshsiz bir qudrat egasining ijodi ekanligini va bu qudrat egasining biz kabi mavjudligimiz real, balki bizdan o'ta chin va haqiqat bo'lish kerakligini, ammo asla biz kabi ojiz, biz kabi yo'qlikqa mahkum bo'ladigan, o'zgarish va o'zgartirishga moslashadigan, qonuniyatning ta'siriga uchraydigan va uninga bo'ysunadigan bo'lmasligi kerakligini nazardan chiqarmasligimiz lozim. Chunki inson va koinotdan iborat bu buyuk mavjudotni yo'qdan bar qilguvchi kuch real va haqiqatligida bizning mavjudligimiz kabi real bo'lganiga o'xshash, uning idrokimiz va aqliyatimiz orqali bo'layotgan bu koinot olamidagi mavjudotlardan tubdan farqlanadigan hamda ko'p ustun turadigan bo'lishi, tuvan yoki ojiz bo'lib qolmasligi aql nuqtasidan aqalli talabdir. İlim-fan tilida aytgandimi, biz chinligi, ustunligi va qudratining barhaq ekanligiga taslim bo'layotgan mavjudlik Ilohning aqalli holda modda bilan aloqasi yo'qligini, uning zotining mohiyatining modda emasligini bilishimiz zarur. Darvaqa, ushbu tangdoshsiz va buyuk mavjudlik biz biladigan moddiy olamga tava emas. Onu sezgurlar orqali tajriba sinoqlar orqali yakunlanadigan tabiat bilimlaridagi ilmiy o'lchamlar asosida muayyanlashtirish, uning haqida bevosita isbot izlashga urinish, mohiyatda behuda avora bo'lishdir. Mo'rid kelsa, biz buni masalani nabob o'lcham orqali analiz qilishga urinish deb muayyanlashtiramiz. Ibn Xaldun ta'biri bo'yicha aytganda, bu xil analiz go'yo oltin o'lchaydigan tarozida tog'ni o'lchashga urinishdir. Ya'ni moddiy shaylarga tatbiqlanadigan ilmiy prinsiplarni modda bilan aloqasi yo'q bir mavjudiyatga tatbiqlaganlik mohiyatda natijasiz oyoqlashishi oldin bekitilib qo'yilgan tangsiz musobaqaning g'albisi misolidir. Ahvol shundoq ekan, biz buningdan mavjudotning yo'qdan bar bo'lishining sababkori, qudratlik, tangdishi yo'q, sifatdishi, sheriki, hamroyi va yordamchisi yo'q buyuk bir mavjudlikning bizning bu fizikalik qonuniyatlarga to'lgan moddiy olamimizga o'xshamaydigan darajada farqli bir mavjudlik ekanligini, uning biz bo'ysunadigan qonuniyatlarga aslo biqinmaydiganligini, balki uning ashu qonuniyatlarni o'zi bir qo'lliq bekitadigan qudratga ega ekanligini tushunib yetmikimiz lozim. Yana bu ilgirlasak, ana shunday qudratli kuchga sahib mavjudlikqa nisbatan zamon va makon qonuniyatlariga bo'ysunadigan bu moddiy koinotning buyuk haqiqatlar huzuridagi juz'iy haqiqatlardan biri ekanligini bilishimiz lozim. Faqat mana shunday qudratli kuch egisini ana shunday tangdoshsiz va yuksak sifatlar bilan madhiyalash, mukammallikni ifodalaydigan sifatlar bilan ta'riflash, nuqsondan pak deb bilish, Xudo deb chaqirish, Alloh deb munojat qilish munosibdir. Qur'on Karimdagi hech kim uningga tangdosh bo'la olmaydi. İxlos surasi 4-oyat. Va yana hech shay'i Allohga o'xshash emasdir. Ammo u hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Shura surasi 11-oyat. Deb kelgan tariflarmi Alloh haqidagi mazkur aqliy xulosani qo'llaydi va ta'kidlaydi. Allohning mavjudligi haqiqat bo'lish bilan birga, uning ana shunday komil va nuqsonsiz hamda tangdoshsiz ekanligi to'g'risidagi mazkur yakunlar dal uning mavjudligi haqidagi aqliy va naqliy dalillar orqali xulosalangan %100 ilmiy haqiqat bo'lib, tuvanda biz bu haqda maxsus dalillarni bayon qilish bilan Allohni tonish yo'lidagi xayrli safarimizni rasmiy boshlaymiz.